Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda professional targetni o'rganib turib, oyiga $500 dan $2000 ishlab topishlikni yo'llarini ko'rsatib beraman. Ushbu darsda ko'rsatiladigan yo'llar hammasi praktikadan o'tgan, ya'ni o'zim ishlab ko'rganman. Ayrimlarida hozirgacha o'zim ishlayapman. Demoqchi bo'lganim, o'zim ishlaganman, daromad qilganman. Shuning orqasidan sizga ham shuni ilmini ko'rsatyapman. Demak, ushbu darsligimiz kimlar uchun foydali bo'ladi? Bu video kimlar uchun foydali bo'ladi? Birinchisi, demak, siz tadbirkorsiz. Onlaynmi, oflaynmi farqi yo'q. Biznesingiz bor. To'r sotasizmi, ayollar kiyimi sotasizmi, parfyumeriya sotasizmi, sumka sotasizmi, nima bo'lsa ham farqi yo'q. Tadbirkorsiz. Sotuvlaringiz o'xshamayapti, ya'ni sotuvlar kam yoki mijoz kam. Onlaynda mijoz kam yoki oflaynda do'koningizga mijoz olib kelish kam bo'lyapti, mijozlar kelish kam bo'lyapti. Farqi yo'q. Siz uchun foydali bo'ladi ushbu video. Keyingisi, Instagramda daromad qilmoqchisiz, Instagram pul ishlab topmoqchisiz. Mahsulot sotibmi yo kursingiz sotibmi, siz ekspertsiz kurs sotishingiz kerak yo ekspertsiz konsultatsiya sotishingiz kerak. Lekin qanaqa sotishni bilmayapsiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali bo'ladi. Demak, undan avval o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'taman. Ismim Elyor, 4 yildan buyon internet marketing bilan shug'ullanaman. Asosiy faoliyatim demak, targetingdan boshlangan, Hozirgacha ham targetdan foydalanib, demak, daromad qilib kelaman. Demak, bugungi videoda nimalarni o'rganasiz? Qanday qilib target orqali $2000 ishlab topishlikni o'rganasiz? Ya'ni hamma yo'llarni ko'rsatib beraman. O'zim tajribada o'tkazgan yo'llarning barchasini ko'rsatib beraman. Qanday qilib sotib oladigan, ya'ni biznesingizga sotib oladigan mijozlarni ko'paytirishni olib kelishni o'rganasiz. Ya'ni siz Instagramdami, oflayndami mahsulot sotasiz, biznesingizga demak klient kelish kerak. Klient kam. Qanaqa olib kelishni o'rganasiz. Demak, bundan tashqari savdoni oshirishni ham o'rganasiz ushbu videoda. Bundan avval qisqacha aytib o'taman. Target nima? Target bu mijozlarga, ya'ni ko'p mijozlar bor. Buning ichida sizni mahsulotingizni sotib olishi mumkin bo'lgan mijozlar bor. Aynan sizni mahsulotingizni sotib olishi mumkin bo'lgan mijozlarga sizni reklamangizni ko'rsatishlik bu target deyiladi. Demak, target ikki xili bor. Birinchisi Instagramda yoqiladigan target bor, ikkinchisi Facebook Ads Manager orqali yoqiladigan target bor. Bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Juda ko'pchilikdan eshityapman. Facebookda target yoqilsa, faqat Facebookdalar ko'rsatadimi, Instagramga ko'rsatmaydimi degan savollar bo'lyapti. Facebookda target yoqsangiz ham Instagramda ko'rsatadi. Instagramda o'tirgan odamlarga ko'rsatadi reklamangizni. Farqi nimada desa, farqi nastroykasida. Ya'ni Instagramda target yoqsangiz oddiyroq va osonroq, Facebookda target yoqsangiz professional bo'ladi. Nastroykalar ko'p bo'ladi, funksiyalar juda ham ko'p bo'ladi. Siz ham imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Ya'ni mahsulotingizga sotib oladigan mijozlarni arzonga demak topishlik sizga qulay bo'ladi Facebook orqali target yoqqaningizda. Yana eslatib o'taman, Facebook orqali target yoqqaningizda Instagramga ko'rsatasiz. Faqat Facebookga ko'rsatmaysiz. Instagramda o'tirgan odamlarga ham reklamangizni ko'rsatishingiz mumkin. Demak, Instagramda target ishga tushish oson, ya'ni yoqishlik oson. 2 minutda yoqsangiz bo'ladi. Ikkita tugma orqali o'sha predvokat tugmasini bosasiz, yana bir ikkitami, uchta funksiyani bajarasiz, target yoqiladi. Buni minus tomonlari nima bo'ladi? Prosmotr ko'p bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'zingizdan balki yoqib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Target yoqqaningizda Instagramda prosmotr ko'p bo'ladi. Like ko'p bo'ladi, lekin sotuv bo'lmaydi. Nima uchun? Sababi sizni xohlagan, sizni mahsulotingizni sotib oladigan auditoriyaga siz Instagram target yoqib, o'zingiz reklamangizni ko'rsata olmaysiz. Ya'ni funksiya kamligidan bu. Juda ham chuqur emas, shunchaki oson qilingan. Shunga yarasha natija ham kamroq. Endi Facebookda target yoqsangiz nima bo'ladi? Nima foyda olasiz? To'g'ri auditoriya topa olasiz. Ya'ni sizni mahsulotingizni sotib olishi mumkin bo'lgan, sizni mahsulotingizga qiziqadigan odamlarga siz reklamangiz chiqadi. Boshqa sizni mahsulotingiz qiziqmaydigan odamlarga reklama chiqmaydi. Bu degani budjet tejab qolasiz. Nimaga tejab qolasiz? Instagram, Facebookda target yoqqaningizda, Instagram, Facebook sizdan odamlarga reklamangizni ko'rsatib bergani uchun pul oladi. Prosmotr uchun pul oladi. Ya'ni endi siz ko'p odam ko'rsatyapsiz, lekin mahsulotingizga qiziqmaydi. Bu degani siz odam ko'rsatganingiz uchun Facebook sizdan pul olyapti. Facebookda agar siz professional target yoqsangiz, sizni o'sha mahsulotingizni ko'radigan odamga siz reklamangizni ko'rsatadi, natija ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, brendni tanita olasiz. Ya'ni sizni mahsulotingizni sota olmasa ham, lekin oldindan siz reklamalaringizni ko'rsatib, ularni qizdirib, o'zingiz haqingizda ma'lumot bera olasiz. Bu juda ham arzonga qilsa bo'ladi. Juda ham arzon pulga ko'p odamlarga sizni reklamangizni ko'rsatasiz va o'zingizni tanitishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi uchinchi demak foydasi, mahsulot xizmatingizni test qila olasiz. Ya'ni sizda yangi mahsulot bor yoki kiyim sotasiz yoki qanaqadir produkt keldi yangi, endi uni qaysi biri zo'r ketadi bilmaysiz. Oson test qilsangiz bo'ladi. Test qilish juda ham oson. Bu mahsulotni odamlarga ko'rsatasiz, kimga yoqdi, kimga yoqmadi, bemalol aniqlay olasiz. Hozir amalda ko'rsatib beraman, bitta proyektimizda buni qanaqa qilganimni ko'rsatib beraman. Keyingisi, xaridorni qizdirish imkoniyati bor, ya'ni progress qila olasiz. Birinchi bitta qanaqadir reklamangizni ko'rsatasiz auditoriyaga. Endi mana shu ko'rgan auditoriyaga yana qayta reklamalaringizni, boshqa reklamalaringizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Ya'ni sekin-sekin odamlarni mahsulotingizga qizdirib, keyin oxirida sotuv taklifini berishingiz mumkin. Bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Juda ko'pchilik sirasi mahsulotini to'g'ridan-to'g'ri sotmoqchi bo'ladi. Mana mahsulotim sotib oladigan narsani ko'rsatadi. Odamlar hech qachon reklamangizni bitta ko'rishda sota olmaydi.
qayta ko'rganidan keyin sotib oladi. Ya'ni 5-chi, 6-chi, 7-chi marotaba ko'rganda sotib olish mumkin. To'g'ridan to'g'ri siz reklamangizni odamlarga ko'rsatganda nima bo'ladi? Sizni tanimaydi, sizga ishonchi yo'q, avtomatik sotib ham bo'lmaydi. Siz endi qizdirishdan nima bo'ladi? Siz o'zingizni tanitdingiz birinchi etapda, ikkinchi etapda xususiyatlaringizni, mahsulotingiz, foydalarini aytdingiz. To'rtinchi reklama, uchinchi reklamada mahsulotingizni ularga taklif qilsangiz, sotishingiz osonroq bo'ladi. Buni hammasini professional target orqali qila olasiz. Keyingi funksiyasi ko'proq kontakt, demak telefon raqami yig'a olasiz. Ya'ni bu joyda Facebookda lead maqsad bor. Lead maqsadiga reklama yoqqaningizda mijozlari ismi, telefon raqamini olib qolish oson bo'ladi. Facebookda, Instagram target yoqqaningizda buni qilish yo'q. Buni qila olmaysiz. Keyingisi geotargeting, ya'ni siz qaysi shaharda joylashgansiz, faqat o'sha atrofingizda xizmat ko'rsatasiz. Faqat atrofingizdagi odamlarni target qilishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga, butun Toshkentga emas, aynan qaysi shaharni 1 kilometr, 2 kilometr radiusdagi odamlarga, demak, target qilish imkoniyatingiz bor. Instagramda buni qila olmaysiz. Buni aslo ham qila olmaysiz. Doimiy analiz qilishingiz mumkin. Yoqqan reklamalaringizni plyus minuslarni ko'rib turib takomillashtirishingiz mumkin. Buni ham hozir amalda ko'rsatib beraman, bitta proyektimizda qilganim. Reklama statistikalarini tahlil qilasiz, qaysi kreativ ishladi, qaysi matn ishladi, demak tekstlar qaysi ishladi, qaysi kreativ zo'r ishladi, odamlar necha minutgacha ko'rdi, necha minutgacha ko'rmadi, nega u ishlamayapti, nega ko'rmadi, hammasini Facebook Ads Manager orqali target yoqqaningizda bila olasiz. Demak, bitta keysimiz bor. Yaqinda 2 oy bo'ldi, demak, Zarina Fashion degan yangi ayollar kiyimini sotadigan, demak, internet do'kon ochdik. Demak, bu proyektni bitta o'quvchimiz bilan qildik, ya'ni individualniy bittaga bitta ishladik, bitta o'quvchimiz bilan. Bunda qanaqa bo'ldi? Demak, strategiya tuzib oldik. Strategiya tuzib turib, nima yo'nalishda, demak, biz biznes qilishimiz mumkin. O'tirib kelishdik buni. Hammasini o'zim noldan qilib berdim. 3 kun ichida, demak, hammasini yig'ib, mana shu biznesni yig'ib 3 kunda savdo qilishni boshladik. Demak, hozir qadamlarni ko'rsatib beraman. Birinchi, demak, strategiya tuzib oldik, nima ish qilishimizni hamma ishlab yozildi. Keyingisi yo'nalish tanladik, ya'ni biz nima sotamiz, nima sotsak bo'ladi. Buni analiz qildik va ayollar kiyimini sotishlikni, demak, tanladik. Ayollar kiyimi sotishlik uchun nima qildik? Bizda tayyor optimchilar bor. Optimchilar, demak, hozirgacha yig'ilgan kontaktlari bor. Ular bilan aloqa ham bor. Bizda ayollar kiyimini sotadigan optimchilar bilan uchrashdik va bozorni analiz qildik. Konkurentlar qanaqa, nima sotyapti, boshqa, demak, ayollar kiyimi sotayotganlar nima sotyapti, qanaqasini sotyapti, hammasini analiz qildik va optimga tushib turib, o'sha mahsulotni tanladik. Mahsulotlarni tanlab turib, videolarni oldik, Instagram ochdik, yangi Instagramga, demak, upakovka qildik, hammasini joyladik, hozir ko'rsatib beraman buni va target reklamasini yoqdik. Target reklamasini yoqdik. Buni hammasini 3 kun ichida qildik. 3 kun vaqt ketdi. Va target, demak, reklamasini yoqqanimizdan keyin mana ko'rsatib o'taman. Mana shu Instagram profilda mana shuncha odam direct yozgan. Ya'ni 100 tadan oshiq odam direct yozdi. Aynan o'sha reklama yoqqanimizdan keyin. Zakazlar ham bo'ldi. Zakazlar ham ko'rsatib o'taman. Mana shuncha odam direct yozgan. Juda ham ko'p odam qiziqish bildirdi. Hop, demak, ko'rsatib o'taman hozir. Demak, mana Zarina Fashion edi bu. Hop. Mana Zarina Fashion deb nom qo'ydik, Instagram upakovka qildik, hamma narsasini yozdik, anavlarni joyladik, videolarini, mahsulotlarni tanlab turib, mana boshida, demak, mana shu mahsulotlar joylangan, bu mahsulotlarga target yoqilgan. Bu joyda ko'rsatib o'taman hozir. Hop. Mana Zarina Fashionga target yoqqanmiz. Birinchi yoqilgan reklamalarni hozir ko'rsatib o'taman. Mana bular test qilganimizdan uncha zo'r o'xshamagan. Mana bunisi zo'r o'xshadi. Ya'ni $7 rasxod bo'lgan, 36 ta odam direct yozgan. Jami bu joyda 100 tadan oshiq direct yozgan. Shu 3 kun ichida. Demak, mana shundan boshlab ko'rsatib beraman. Bunaqa, demak, test qilganmiz biz. Demak, bu Facebook Ads Managerda yoqilgan target. Mana, demak, общий hozir aytib o'taman. 9 ta mahsulotga sразу reklama yoqqanmiz. 9 taga test qilishlik uchun bu. Test qilishlik uchun buni hammasini Facebookda qila olasiz. Instagramda buni qila olmaysiz. 9 ta mahsulotga mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9 ta mahsulotga, mana 9 ta mahsulotga, demak, target yoqqanmiz sразу. Test qilishlik uchun qaysi mahsulotimiz yaxshi ketmaydi, hali biz bilmaymiz. Bozorni analiz qilib qo'yganmiz bu mahsulotni, lekin haligacha ham biz bilmaymiz qaysi zo'r ketishligini. Test qilganmiz va testimiz natijasida mana bu ko'ylak yaxshi ketishga boshlagan. Naqshlisiga odamlar ko'pchilik qiziqish bildirgan. Ya'ni mana naqshlisi hop, mana shu bo'lishi kerak. Mana 5600 ta, demak, 5300 ta prosmotr bo'lgan, like bo'lgan, ko'pchilik mana shu mahsulotni yaxshi so'ragan. Testimizda mana shu narsa kelib chiqqan. Undan keyin, demak, bu reklamalarimizni kuchaytirganmiz, keyin kunlar kuchaytirib 34 ta, 36 ta shunaqa qilib, demak, mahsulotlarimizni test qilib borganmiz. Oxirida mana yoqqan reklamamiz bitta mahsulot test qilib ko'rganmiz bu joyda. Biz bildik qaysi mahsulot odamlarga kerakligini. Biz reklamalarimiz keyin arzonlashishni boshladi mana. 10 sentdan tushgan. 10 sentimiz qancha bo'ladi? 1300 so'm bo'ladimi? Yo'q, 1300 so'm bo'lar ekan. Bitta peripiska 1300 so'mga tushyapti. Juda ham arzonga tushishni boshlagan undan keyin, test qilganimizdan keyin. Xullas kalom,
uch kun target yoqdik, mana shunaqa 100 dan oshiq demak direktga SMS yozishlari keldi. Bundan demak sotuv ham bo'lgan, bizda skrinshoti bor edi menda. Demak, mana sotuv bo'lgan. Yana qiziq joyi, hali Instagram yangi, mana ko'rib turibsiz, Instagram yangi, obunachi ham yo'q, 97 tagina odam bor. Shu joyda ham odamlar demak oldindan to'lov qilgan. Oldindan to'lov qilib biz mahsulot sotganmiz, ya'ni kiyim sotganmiz. Bu o'sha skrinshotlar, sotgan odamlar skrinshotlar. Xolos kalom, mana shu keysimiz, shu bitta ishlaganimizda 3 kun ichida noldan demak Instagram ochib, yo'nalish tanlab, target yoqib, 3 kunda zakaz olishni boshlaganmiz. Demak, keyingi mavzuyimiz qiziq joyga keldik. O'sha target orqali demak $2000 ishlab topishlik yo'llarini ko'rsatib beraman. Demak, bundan ham ko'p ishlab topsa bo'ladi. Demak, boshlanishiga $500 dan $2000 ishlab topsa bo'ladi. Buni hammasini o'sha tushuntirganimdek professional target orqali qila olasiz. Birinchi yo'li demak mahsulot sotishlik, ya'ni Instagramda o'zingiz mahsulot sotishingiz. Optimga tushasiz, mahsulot tanlaysiz, boya kesimda ko'rsatilganidek mahsulot tanlaysiz, yo'nalish tanlab turib mahsulot tanlab Instagram ochasiz, Instagramga o'sha mahsulotlaringizni joylaysiz. Demak, Facebook Ads Managerda reklama yoqasiz. Shu ko'rsatib bergan kesimni o'zi xuddi shunaqa ish qilasiz. Zakaz olasiz, zakazni pochtadan chiqarib olasiz. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Ozgina rasxoti bor, to'g'ri, o'sha mahsulot sotib olishingizga reklamaga pul kerak bo'ladi. Bu joyda hisob-kitob qilib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun bitta mahsulot, ayollar kiyimi misolida oladigan bo'lsak, bitta mahsulotga 50 ming so'm qo'yganingizda ham kuniga 10 ta dona sotish bu muammo narsa emas. 10 ta dona sotsangiz kuniga 500 mingdan ishlashingiz mumkin. Bu minimal summada ko'rsatyapti. 30 mingdan bo'lganda har bitta mahsulotga 30 mingdan qo'ydingiz, siz 10 ta mahsulot sotdingiz bir kunda. 300 ming so'm ishlaysiz kuniga. Bu minimal, juda ham minimal narsani ko'rsatib beryapman. Eng qiziq joyi, siz butun O'zbekistonga sotib olasiz. O'zbekistonda Instagramni demak 11 milliontami, 12 millionta odam kuzatadi. 10 millionta deylik. Siz o'z shaharingizda do'konda demak mahsulot sotasiz, kiyim sotasiz. Unda nechta odam borki, siz nechta odam ko'rishi mumkinki, Instagramda target yoqib sotasiz, butun O'zbekistonga sotasiz. Bu umuman boshqa odam. Bu yoqda auditoriya ko'proq bo'ladi. Kim o'zingiz bozoringizda yoki Telegramda sotganingizga qaraganda. Demak, keyingi yo'li, ikkinchi yo'li, demak birinchi yo'lni aytdim, o'zingiz mahsulotni sotishlik. Ikkinchi yo'li, men mahsulot sotmayman, ko'chaga chiqib yurmayman yoki bozorga bormayman desangiz, demak saytlar bor. Tayyor o'sha saytlarga mahsulotlar joylangan. O'sha saytlarda mahsulot sotib turib pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni bu joyda nima bor? O'sha mahsulot, o'sha saytga kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz, mahsulotlar joylangan, hozir ko'rsatib beraman qanaqa bo'lishini. Mahsulot tanlaysiz, target yoqasiz. Bu mahsulotga qiziqib turib odamlar so'rashni boshlaydi. Siz nima qilasiz? Telefon raqamlarini olasiz mijozlari. O'sha telefon raqamlarini saytga berasiz, operatorlarga berasiz. O'zlari operatorlar telefon qilib, klientga sotib, klient olaman desa, o'zlari yetkazib beradi, o'zlari dastavka qilib beradi. Siz faqat uyda o'tirib, kompyuterda o'sha telefonda ish qilasiz. Yetkazib bergandan keyin bonus pulingizni olasiz. Demak, bitta saytni ko'rsatib beraman, o'zim ishlaganman. Bunga o'xshagan sayt juda ham ko'p. 100k.uz degan. Demak, ro'yxatdan o'tkazdik, mana shunaqa o'yin ochiladi. Market bo'limi bor. Market bo'limiga kirsangiz, bu joyda bir nechta mana mahsulotlar bor. Mahsulotlar juda ham ko'p. Mana kirib o'zingiz bemalol tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana bu mahsulot bo'lsa, bu mahsulot 79 ming so'm ekan, o'zi sotilish narxi. Siz bitta sotsangiz 45 ming so'm berar ekan. Keyingisi chiroq ekan, 137 ming so'm. Reklama qilib sotsangiz, bitta klient olib kelib sotsangiz, demak o'sha mahsulotni mijozga yetkazib bersa, siz shu sizga 35 ming so'm tushadi. Juda ham ko'p, 17 ming beradigani bor, ko'proq beradiganlari ham bor. Xolos kalom kirib o'zingiz bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu saytda ham, demak, boshida ishlab ko'rganman. Bunga o'xshagan bir nechta saytlar bor. Deyarli ko'pchilikda ishlab ko'rganman. Bu yoqda ham, demak, natija bo'lgan, ishlasa bo'ladi. Ishonchli hammasi, to'laydi, siz sotgan mahsulotingizni pullarini kartangizga o'tkazib beradi, muammo bo'lmaydi. Demak, ikkinchi yo'li ketdi. Demak, ikkita yo'lni aytib o'tdim. Agar siz bo'lishi mumkin, masalan, meni bu mahsulotlarga pulim yo'q yoki mahsulot sotib olishga pulim yo'q, reklama qilishga pulim yo'q desangiz, unda ham yo'li bor. Faqat o'sha targetni bilishingiz kerak. Targetni bilsangiz, pul ham kerak emas. Shundoq ham pul topsa bo'ladi. Uchinchi yo'li, demak, siz targetni o'rgandingiz, pulim yo'q deb aytyapsiz, pulim yo'q. Qanaqa qilib, demak, pul ishlashi mumkin. Targetni bilasiz, lekin pul ishlashingiz kerak. Uchinchi yo'li bu tadbirkorlarga target xizmat ko'rsatish. Ya'ni internet do'kon bor, klinika bor, stomatologiya, juda ham ko'p biznes bor O'zbekistonda to'lib yotibdi. Ko'pchiligida demak muammo mijoz kam. Ular bilan o'tirib kelishasiz. Buni ham yo'llari bor, hammasini ko'rsatib beraman. Kelishasiz, sizga oldindan reklamangiz uchun pul beradi tadbirkor. Siz target reklamasini yoqib berasiz, unga klient olib kelib berasiz, sizga u pul beradi mana shu xizmatni ko'rsatganingiz uchun. Minimal summa o'zingizni bilimingizdan kelib chiqib turib $150 dan boshlanadi. Yo'q, ketaveradi. $1000 ham bor. Ko'proq narsa taklif qilsangiz, demak 2000 ga ham, 1,5 mingga ham sotishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, to'rtinchi yo'li marketing agentliklariga target yoqib berish. Ya'ni marketing agentliklari bor, ularning proyektlari bor, ularga target olib kerak bo'ladi. Ya'ni targetni biladigan odam kerak bo'ladi. Ularga ham demak target yoqib berishingiz mumkin. Target yoqib berasiz, xizmat ko'rsatib berasiz. Mana shu xizmat ko'rsatganingiz uchun pul ishlaysiz.
Beshinchi yo'li infoproduktorlar bilan ishlash. Ya'ni hozirgi kunda judayam talab katta. Chunki hammamiz ko'ryapmiz, kurslar ko'payib ketgan, onlayn kurslar ko'payib ketgan, sotuv ko'payib ketgan, zapislar, o'sha vebinarlar ko'payib ketgan. Aynan buni hammasini tashkillashtiruvchi inson infoproduktor bo'ladi. Ular bilan kelishib turib, siz o'sha vebinarga yoki kurslariga target yoqib, klient olib kelasiz. Bu ham hozirgi kunda judayam aktualniy. Bu ham xizmat ko'rsatishga qarab, объемga qarab turib, bitta 300-500 dollardan boshlanadi. 300-500 dollardan ishlab topishingiz mumkin bitta proyektdan. Bitta vaqt o'zida ikkita, uchta proyektdan ishlashingiz mumkin siz bemalol. Bu ham o'sha tajribangizdan kelib chiqib turib. Demak, 5 ta yo'lni ko'rsatib o'tdim target orqali. Hammasini demak amalda qo'llashingiz mumkin, bemalol ishlab topishingiz mumkin. Hammasini demak ishlab ko'rganman, praktikadan o'tgan. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, demak, pastda adminni demak havolasini qoldiraman. Ushbu adminga yozib, savollaringizga javob olsangiz bo'ladi.